Lekin har qachon Madinadan xayrlashib chiqib ketayotgan paytda qalbimizda alam bilan chiqib ketamiz. Yana qaytib Madinaga kela olamizmikin? Yana bu joylarda ibodat qila olamizmikin? Yana Rasululloh alayhisalom bilan yonma-yon turib salom bera olamizmikin? Yana u zotni shahrida mehmon bo'la olamizmikin deb qalbimizda og'riq bilan chiqib ketamiz. Bugun alhamdulillah siz bilan bizni Alloh taolo yer yuzidagi eng shaharlarning go'zali, shaharlarning eng barakotli shaharlaridan bittasi. Bittasi Makka bo'lsa, bittasi Madina. Unda Rasululloh alayhisalom bor, unda Qur'on oyatlari nozil bo'lgan, unda Abu Bakr, Umar bor, Rasululloh alayhisalomning ahli oilalari bor va sahobai ikromlar unda dafn qilingan Madina-i Munavvaradamiz. Alloh taoloning fazli bilan mana bir qadam qoldik, atay bu yerga to'xtadik. Masjidga kirar ekanmiz. Allohumma iftah lana abwaaba rahmatak. Parvardigoro, bizga rahmating eshiklarini ochgin deb duo qilib kelar ekanmiz. Hayotimizda 60 ga 50 ga kirgan hoji onalar bugungidaqa Rasululloh alayhisalomga yaqin bo'lgan emas.